Bugun biz Namangan viloyati Uch tumaniga eng katta dilerlarimizdan biri bo'lgan Mirzohid akaning Namfoz Arko markaziga yetib keldik va ular bilan qisqacha suhbat olib boramiz. Mirzohid aka, bu sohada qanchadan beri ishlab kelyapsizlar aka? O'simliklarni himoya qilish va mineral o't sotish yo'nalishi bo'yicha sohamizda 14 yil bo'ldi. 2025-yil Ekstrafoz bilan aynan qancha bir ishlab? Ekstrafoz bilan ishlab kelayotganimizga 2022-yil mart oyidan beri ishlab kelmoqdamiz. 3 yil bo'ldi. Hozirgi paytda 3 yilga to'ldi. Ekstrafoz bilan ishlash boshlaganingizdan keyin umumiy sotuv hajmiga qanchalik ta'sir o'tkazdi? Sotuv hajmiga sezilarli darajada ta'sir o'tkazdi. Boshlang'ich yilda 30% dan kam bo'lmagan holatda sotuv hajmidagi foiz ko'tarildi. Keyingi yillarda 5-7% gacha qo'shilgani kuzatildi. Aynan ekstrafozkichi Ekstrafoz hozirgi paytda 300% ga oshdi savdosi. Mirzohid aka, shuncha yil ishlab kelayotgan ekansizlar. Nimaga aynan fermerlar sizdan yana qayta sotuvni amalga oshirishyapti? Bu yerda faqat mineral o'tni sotishgina emas, buni sifatini taqdim qilish, sifatini sotish va agronom nazorati hosildorlikka ta'sir qilgan qanaqadir afzalliklari tomonlari borligi uchun fermer o'zi ixtiyori bilan tanlayapti. Hozirgi paytda fermerlar ekin maydonidan kelib chiqqan holatda mutaxassis agronomlarimiz borib yerda o'rganib, qaysi markalik Ekstrafoz MPKS ehtiyojga ega, qaysi markalik yoki qaysi modda bu yerda yetishmayotganini aniqlab turib tavsiya qilishadi. Shundan kelib chiqib fermerlar erkin tanlov qilib Ekstrafoz tanlayapti.